Sizga ham xuddi shunaqa aylanadigan tabloni terilishi qiziqmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, bizga mana shunaqa tayyorlangan nakleyka kerak bo'ladi. Buni lazerda kestirib kelganmiz. Gentrani zavodskiy nakleykasi lazerda dumaloq qilib kesilgan bo'ladi. Istrelkaga qizil diod payka qilib olib chiqamiz cherez zamokdan. Xuddi shunaqa kalsoli nakleyka ham kerak bo'ladi. Kalsoni ko'rayotganingizda ham aylangan sari soni o'zgaryapti. Orqasiga strelkani tegi oyog'ini kesib turib, xuddi shunaqa ko'rinishda yopishtirib olamiz. Keyin strelkani o'rniga mana shu dizayn tiqiladi. O'shani hisobiga strelka joyida turadi, mana dizayn aylanaveradi. Birga bir ko'rsatadi xudo xolisa. Strelkani bitta joyga yaxshilab qotirib qo'yamiz. Qotirganimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin, diodlari yondi. Akkuratni simini ko'rinmaydigan qora simni olib kirib ketamiz. Xuddi shunaqa qotiriladi. Dizayn qo'yib bo'lingandan keyin strelkani akfix yordamida qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda idealni ishlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tabloni yoqqanimizda aylanib nolga kelyapti. Yurganda birga bir ko'rsatadigan bo'ladi. Tablomiz tayyor bo'ldi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.